Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun xudo xolasa Ishtixon tumaniga kelganmiz. Ishtixonda mana shiypaga tayyorlab beryapmiz. Fermamiz 10 metrlik, uzunasi 17 metr joyga tushyapti. Xudo xolasa tepasiga shiypa bosadi, pastini pataloy qiladi, loy bosmaydi lekin. Shunaqa chiroyli holatda X kat qilib beryapmiz. Shiypani ham, pataloyni ham bemalol ko'tarib beradi. 9 metr qoladi nasib bo'lsa. Xo'p. Bularimiz ustunlarimiz mana qalin 12 ga. Hop, bunimiz qorimiz bo'lyapti. Mana xudo xolasa 40 ga, bu 8 sm yana qarang. Svellardan tayyorlanyapti. Gabariti 40. Ichida plankalarni ko'rayotgan bo'lsalar, ikki qator ishlayapti. O'ta tomondan baquvvat holatda. Hozirgi turgan ustunimiz yoki ustunimiz qo'shilgan holati. Sizlar kerakligini e'tiborga yetkazinglar. O'ziga yarasha qalin tema. Qo'shilgan holatda 12 ga 8 bo'lyapti. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ijaraning nomerlariga aloqa qilib ko'rasizlar. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab.